Valbers taksini ofisi akalar muhrlandi. Sababi mana odamga to'lib ketdi. Xalq Xo'p, xormanglar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Hozir 2 haftacha ishga chiqmadim. Ichga to'lib ketibdi savollarga. Valbers taksi degan platforma chiqibdi yangi. Yetishligi bo'yicha kuniga 600 ming so'mdan pul tashib berayotgan ekan balansiga. Bu gapga ishonib, juda ko'pchilik odamlar viloyatlardan kelib o'chirtlarga yozilib, kimlargadir pullar to'lab ulanolmay yurganlar juda ko'p ekan. Hozir men sizlarga kommentariyalarda ko'rsataman. Bo'lgan o't sifrlarni pul temasida umuman gap bo'lmagan. Aldanib qolmanglar. Foizi 14%. Taksi parkiniki 4% yana nimadirki, undan tashqari yana foizda qo'shilib ketadi. Yutqizasizlar. Ishonmanglar, 8 soat, 6 soat dinida yursam 600 ming so'm tashab bergani bilan sizlar u pulni yecha olmaysizlar. Men juda ko'p kuzatdim bu narsani, ko'rdim. Agar mana shunaqa bir bo'ladigan narsa bo'lganda men maslahat berar edim. Ulaninglar deb men o'zim bilan ishlardim kerak bo'lsa. Aytmoqchi bo'lganim, vaqtlarni bekorga sarflamanglar, ishonmanglar bunaqa yolg'on narsalarga. Sizlarga 600 ming tashab bergani bilan u platformadan pulni yecha olmaysizlar sizlar. Ishonaveringlar. Yo'q narsa bu. Viloyatlardan kelib o'chirtlarga turib, ulanaman, ishlayman, kuniga 600 mingdan oyiga 20 million pul ishlayman. Yo'q narsa. Yutqizasizlar, men sizlarga aytayapman. Ular juda aqlli platforma. Hammani jalb qilish uchun 600 mingdan beraman deb aytayapti, lekin hech kim ulana olmayapti. Bekorga vaqt ketyapti, shuncha pul sarflab kelyapti, ishlamayapti, u yoqqa yuguryapti, bu yoqqa yuguryapti. Qiynalasizlar. Maslahatim ulanmanglar ularga. Pul hech qanaqasiga sizlarga to'lab bermaydi u aytayotgan summasini. Ishonaveringlar. Eng tinchi kelinglar, ulaninglar Yandexga, xohlagan taksi parklarga. Endi foiziga qaranglar. Bizda taksi park foizi 1-2%. O'zgarmaydi hech qanaqasiga. Har xil bonuslar xudo xolasa oldinda kutyapti. Ma'qul kelsa yozinglar, xohlasanglar lichkamga yozinglar, xohlasanglar ssilka qoldiraman, profilligini qoldiraman, o'sha profilga yozsanglar ham dokumentlarni tashib bersa, ular berishadi. Eng ishonchli narsa bu Yandex. O'ylamanglar, xom xayolga bormanglar, men hozir Valbersga ulanaman, kimlargadir pul berib bo'lsa ham deb. Bo'lmagan narsa, ishonmanglar unaqa narsaga. Sizlarga maslahatim shu.